Hurmatli obunachilar, bugun 1-iyun bolalar kuni va Baby Rich bolalar kuniga 30 kunlik skidkamiz, ya'ni 1-iyundan 30-iyungacha bo'lgan skidkamizga start beramiz va startimizning birinchi mahsuloti o'sha hamma yaxshi ko'rgan dron kalaskaga. Taxmin qilib turinglar, narxini nechta pul chiqaramiz? $27 qo'yamiz. So'mda 350 ming so'm bo'ladi. Dron kalaskamizning boshqacha ranglari bor. Gubkali ruchka bo'ladi, qo'linglarni terlatib olmaydi. Kaziroklari ham juda ham zo'r. Ko'pchilik qora rangini so'radi, qora rangini olib kelganmiz. Ochilib yopishlar ham udobli va o'zini matraslari bor. Eski 350 mingga qo'ygan dron kalaskalarimizda matrasi yo'q edi. Bu safar matrasni olib kelganmiz. 5 nuqtali xavfsizlik kamarlarigacha bor. Endi bu dron kalaskamizni yechib aylantirib o'tirmaysizlarda, yonida knopkasi bor. Knopkani bossa, osonligicha o'zingizga qarab oladi. Bu dron kalaskamiz yotmaydi. 1 yoshdan 5 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan bo'ladi. Yig'iladi lekin kichkina bo'lib. Yana sidenasini aylantirib olamiz. Yig'ishdan birinchi oldin ruchkasini pastga tushirib olamiz va bu yerda qizil knopkasi bor. Qizil knopkasini bossak, dron kalaskamiz shunaqa ko'rinishga kelib qoladi. Ya'ni ixcham bo'ladi. Vesi ham taxminan 4-4,5 kg atrofida. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi 350 ming, faqat dastavkasi pulli bo'ladi.